Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz. Demak, ustun yop musobaqasi. Demak, bu tavakkal o'yin boshlaymiz. Qani necha chiqsa undan 8 ta. Demak, 8 tasini yopasan ekan. 1 2 3 7 4 5 6 7 8 ta. Demak, sen yop mana bularni. 1 2 3 4 mana buni oldim. 5 6 va 7. 6 ta chiqarmi senki? 6 ta chiqmaydi ekan, demak yopolmaysan. Yapolmayman. Yo'q. 5 ta chiqadi. 5 ta chiqar ekan. Necha? Mana uni ustiga Yo'q, 6. 6 6 ta, 6 senki ham bo'lmaydi. Demak 5. 5 ham yo'q, 5 ta bo'lmaydi-da. Sen buniki 4 ta da. 4 ta buniki. 3 3 yop 3 tasini. 1 1 2 3 ta. Al. Sima. 1 bittasini yopasan. Sarvar, agar 2 nuqsa nuqta 2 dan katta bo'lsa bo'lmaydi. 5 yo'q. 5 Senki 3 gacha bo'ladi, 6 yo'q. Menikimi? 6 Yo'q. Necha? 6 yo'q. 5 5 yo'q. 3 3 bo'ldi. 1 2 va 3. Demak, bu o'yinda Muslima yutdi. Ol. Demak, bolajonlar bilan xayrlashamiz.